5 soatlik yo'l edi Marg'ilonning orasi. O'ralashdim Toshkentda Marg'ilonning bolasi. Marg'ilonda yashardi onalarining onasi, rayhon nafasli qaddi jannatlarning lolasi. Nasimlarni taratgan sochlarining tolasi, kunduzlardan yorug'roq ko'zlarining qorasi. Sog'inchi gul, duosi, bahoriy ko'k jolasi, so'zlari oynur, dili muhabbat sayyorasi. Eshitardi hattoki tushlarimning nolasin. Ne ham qildim Toshkentda shu onaning bolasi. Shitob kechdi oy, yillar, dedim bandman chorasiz. Maskan bo'ldi onamga sog'inch tog'in qoyasi. 5 soatlik yo'l edi Marg'ilonning orasi. Qo'l uzatsam yetgulik qoshi qoboq orasi. Undan ham yaqin ekan ikki dunyo orasi. Suydi, kutdi va ketdi onalarning onasi. Bu dunyoda yo'q endi sochini ham tolasi. Men asli Marg'ilonda tug'ilganman. Marg'ilonda odamlari muloyim, muomalasi chiroyli, imonli, insofli, mayin odamlar deyishadi. Endi men qay darajada ularga mos kelaman bilmayman, lekin meni ota-onam, opa-dadam, achalarim xuddi o'shanaqa odamlar. Masalan, meni ona tomonidan bobom Qozoqvoy hoji she'rlar yozganlar, g'aribiy taxallusi bilan. O'sha opa-dadamni qo'lyozmalari o'zi 2-3 ta bo'lgan, shuni bittasi menda hozir. Turgenovning kitobini muqovasini ichiga kitob qilishgan. Uni men o'zim tushunishimcha o'sha paytda u kitobni tepasini ko'rganlar, ha bu haligi Turgenovning kitobi ekan, desin degan maqsadda shunday bo'lgan bo'lsa kerak, chunki opa-dadamni o'zlarini o'tgan asrda shu 20-30-yillarida boring, undan keyin ham umrlarini oxirigacha ham u kishi hajga poyi piyoda 3 marta borib kelgan odam bo'lganlar. Men esimni taniganimda ham mahalladagilar opa-dadamga o'qishga chiqishardi. Biz onam non yopgan kunlari albatta 2 ta non bilan opa-dadamnikiga olib borardik-da. Doim odam bo'lardi, mehmon bo'lardi, lekin hammasi bir yashiriqcha bo'lardi. Chunki haligi idorada ishlaydigan ham o'zimizni millatimizdan bo'lgan odamlar tushunishgandir opa-dadamni, lekin haligi Sovet hukumatiga sodiqman degan odamlar u kishini har doim ta'qib qilishganda. Shu ilmlarining orqasidan ko'p haligi zulmga uchrashgani uchun. Masalan, Qozoqvoy hoji opa-dadamni sen shunaqa eski zamonda sarqitsan deb ko'chada urib kaltaklab behush qilib tashab ketishgan. Taqdirni qarang. Dadamni otalari Ulug'xo'ja Eshon u kishini ko'chadan topib olganlar. Endi u kishi taniqli bo'lgan, hoji dada, bu kishiga nima bo'pti deb uylariga olib ketganlar, uylariga tuzatishgan. Tuzatishgandan keyin Qozoqvoy hoji tuzalib, bu yoqqa qarab, ichlarida o'ylaganlar. Menga bu odam shunchalik yaxshilik qildi. Men endi qandoq qaytaraman deganlarda qarang. Ulug'xo'ja Eshonga aytganlar, men sizni bu yaxshiligingizni endi qandoq qaytaraman deganlarda. Keyin o'sha atroflarda yurgan Ulug'xo'jani o'g'illari Mamatxonni ko'rib, hali 20 ga kirgan dadam meni endi. Shuni ko'rib aytgan ekanlarda, agarda rozi bo'lsangiz, ko'nglingiz tusasa, ko'nglingiz chopsa, meni bir qizim bor. 16 ga kirgan. Shuni men o'g'lingizga beraman. Shunda Ulug'xo'ja Eshon opa-dadam bizga bundan ortiq bir mukofot bo'lmaydi deb shu bilan onamni dadamga berishgan ekanda. Otam Mulla Muhammadxon deyishardi. Savodlari o'sha madrasada o'qiganlar. Keyin kirilchani ham yaxshi bilardilar. Har kuni ertalab albatta biz Yosinda o'qiganlaridan o'rganardik dadamni. Moskvadan keladigan gazetalarda ham hammasi kelardi bizga. Hammasi emas, endi eng muhimlari o'sha Izvestiya, Pravda yoki bo'lmasam O'zbekistonda gazetalari kelardi-da. Dadam shularni qarab chiqib, kerak bo'lganini bizga ham o'qib berardilar. Keyin biz katta bo'lganimizdan keyin, mana bolalik deyapsiz-da, bolalikda eng katta fazilati demak 5 yoshigacha juda ko'p jihatdan tarbiyalanadi deyshadi. Eng avvalo bizni ana shu kitobga,
mehnatga, uyda ichida bo'ladigan ishlarga band qilib katta qilishdida. Dadam rahmatli shu men esimni taniganimdan gaplari shu bo'lardiki, men tirikligimda olgan bilimlaring mendan sizlarga qoladigan eng katta davlatdirdilar. Shuning uchun biz maktabga borib 5 ga o'qishimiz otam uchun juda ham bir katta haligi edi, endi faxr edi-da. Biz majlislarimizga, ota-onalar majlisiga borib kelgandan keyin dadam rahmatli hafta xursand, xuddi uchib yurgandek bo'lardilar. Falon kuni maktabda ota-onalar majlisi bo'ladi desam, o'sha kungacha shunaqa bir haligi kutib yurardilar-da. Keyin majlis bo'ladigan kuni onam rahmatli aytardilar-da. Men ham boray shuni majlisiga dirdilar-da. Qarang. Keyin dadam o'sha kuni ishga boradigan bo'lsalar ham endi majlis ko'pincha kechki payt bo'lardi. Ertalabdan majlisga tayyorlanib, kiyinib chiqib ketardilar-da. Ishdan keyin kelmasdilar. Keyin onam bilardilar-ki, majlisga o'tib ketdilar. Bu go'yoki bir maqtanish emas, bilasizmi? Oilalardagi mana shu kitobga, o'qishga bo'lgan muhitni bolaga qanchalik ta'sirini. Men o'sha yaxshi o'qib yoki bo'lmasam o'sha dadam yodlaylar degan narsalarni yodlab, aka opalarim hammamiz shunga bir rag'bat olardik. Shundan boshqa narsadan emas. Mana shundan dadam faxrlanib yurardilar. 9-10 ga kirganimizdan keyin onam rahmatli bo'ldi. Endi o'yin tugadi deganlar. Bu o'yin ham nima bo'lardi? Kechgacha uyda supurib boshqa qilgandan keyin kechki payt o'rtoqlarimiz bilan sayxonroq joyda to'p o'ynardik, labda o'ynardik. Mana shunaqa. Kuni bo'yi o'ynamas edik o'shanda ham. Keyin endi o'sha ham qoldi, endi kechki paytga qoldi asosan. Keyin do'ppi berdilar. Tiza ko'rpacha deydi. Kichkinagina bo'ladi, to'rt burchak. Uni cho'ntaklari bo'ladi, ipaklar, angishvonalarni bunday solib qo'yadigan. Shuni mana shu tizzangizga mosda, tizzangizga do'ppini mahkamlayotganingizda, hali tizzangizga nina kirib ketmasligi uchun tiza ko'rpacha qilib berishardi. Chiroyli qilishib, shunday bir quroqlardan tiza ko'rpacha berdilarda, ana o'shandan boshlab men do'ppi tikishni boshladim. Birinchi qizlar uchun o'sha iroqi do'ppilar tikdik. Ko'pchilik iroqi do'ppi tikardi. Marg'ilon do'ppi hozir juda mashhur, butun dunyo biladigan erkaklarning Marg'ilon do'ppisini haligi nima deydi? Chevarlarda eng zo'rlari tikardi. Chunki u faqat oppoq ipakda tikiladi-ku. Shuning uchun uni kirqib qo'ymaslik kerak, diqqat bilan tikish kerak. O'shaning uchun chevarlarda zo'rlari tikishardi. Bodom do'ppi deyilardi. Bodom do'ppi tikishardi. Biz ko'pchilik qizlar do'ppisini tikardi. Lekin ko'p tikmadim nimani, qizlar do'ppisini-da. Onam shu iroqi do'ppi bitta rang ipaging bo'lmasa ham ishing bitmay turaveradi. Mana u do'ppi bitta oq ipakda bitadi deb, keyin meni juda ham bir nima desam bo'ladi. Onam agar hozirgi kunda bo'lsalar bir katta tadbirkor bo'lib ketarmidilar deyman-da. Vaqtni ham shunaqa rejasini olardilar. Qilayotgan ishimizni ham rejasini olardilar-da. Menga shuni dedilar-da. Bitta ipaging bo'lmasa, aytaylik, bitta yashil ipak bo'lmasa yoki bo'lmasam itirkon ipak bo'lmasa, yotaveradi mana bitmasdan. Undan ko'ra oppoq ipakda faqat endi qo'lingni har safar yuvib tikasan deb, keyin o'zlari o'rgatdilar o'sha bodam do'ppiga, erkaklar do'ppisiga o'rgatdilar. Bolalikni bilasizmi qanaqa? Chiroyli bir odatlari bor edi biz Marg'ilonimizda. Tengqur qizlar to'planishib do'ppi tikardik. Har kuni, masalan, bugun biznikida, ertaga Rahimaxonnikida, indinga Mahbubaxonlarkida, undan keyin Muharramxonlarkida-da haligi hovlidagi, endi bu yozda-da, qishda bo'lmasdi. Endi qishda maktab bo'lardi, tiksak ham uyda sandalda o'tirardik. Xuddi haligi hozir endi buni kinolarga olishadi-da. Kinolarga ataylab o'tirishadi. Biz har kuni o'sha kinodagidek o'tirib do'ppi tikardik. Keyin shunaqa berilib ketardik do'ppi tikishga, bilasizmi? Haligi ko'pchilik qizlar do'ppisini tikardi. Qizlar do'ppisi kanvaga tikiladi, u yelimlangan bo'ladi. Yelim haligi materialni qattiq qilib qo'ygandan keyin yinani tortsangiz, haligi ipak shir qilib ovozi chiqadi-da. Endi haligi joyda bilasizmi? Kim qanaqa qatim tortyapti, kim tez tikyapti, kim sekin tikyapti ham hammamiz eshitib bilib o'tirardik-da. Eshitib o'tirganimizdan keyin men endi undan ham tezroq tortaman, undan ham tezroq tikaman deb mana shunaqa indamasdan bahslashaverardik-da biz. O'sha qatim tortar qizgina degan she'rim o'zimizga, o'sha o'zimning dugonalarim nimalarga bag'ishlangan. Shuni birinchi she'rlarimni olib kelganimda
o'shalarni ichida shu she'r ham bor edi. Zulfiya opaga juda ham ma'qul bo'lib, ha qatim tortar qizgina derdilarda. Yelka osha jamalak soch ipagiga ilashib, chimirilgan kamalak qosh kashta biram yarashib, qatim tortar qizgina. Avval dadam, akam ilhom, so'ngra singlim dilbarga deya mehrin etib in'om, bilmam yana kimlarga qatim tortar qizgina. Men u paytda Saodat jurnalida mas'ul kotib bo'lib ishlar edim. Jurnalda bir ish o'rni bo'shadi. Bo'shagandan keyin Zulfiya opa meni chaqirdilarda, aytdilarki, Farg'onada qatim tortar qizgina deb she'r yozgan bir shoira qiz bor. O'shani qidirib toping, ishga chaqiring dedilar. Shu bilan men muhtaramani qidirdim. Qidirsam Marg'ilondagi o'shaligi ped uchilishi deyiladi. O'sha yerda institutni bitirib, filologiyani bitirib, o'sha yerda o'qituvchi bo'lib ishlayotgan ekanlar. Saodat jurnalining obro'si juda katta. Men oldin rayonga, tumanga sekretariga qo'ng'iroq qildim. Keyin sekretarni qidirib topib keyin menga aytishdiki, shunaqa ped uchilishida o'sha yerda o'qituvchi bo'lib ishlar ekan deb telefonigacha berdi menga. Telefonni bergandan keyin men telefon qildim uchilishiga. Telefon qilib direktor oldi. Saodat jurnalidan mas'ul kotib Palonchi Zulfiya opani nomidan telefon qilyapman desam, hayajon bilan haligi muomala qilib, rahmat, boshqa. Men aytdim, bitta xodimingiz bor, Muhtarama Ulug'ova. Shuni qidiryapmiz dedim. Ha, shoira qiz, bizda ishlaydilar. Deb keyin haligida men aytdimki, o'sha direktorlarga u kishini toping, bugun yo'lga chiqsinlar, poyezdga o'tirsinlar, ertaga kelsinlar, bu kishini biz u qizni ishga olyapmiz. Zulfiya opa shuni tayinladilar. Biz uchun faxr bu, Saodatda ishlashi boshqa dedida. Endi haligi shu bilan muhtarama haqiqatan ertasiga keldi. Kechqurun poyezdga o'tirgan, chunki muhtaramani o'zi ham bir hayajonga tushgan, kutmaganda. Qatim tortar qizgina o'shaligi tizzasiga do'ppi qo'yib ip tortadigan-ku. Shunda o'shanda opani esida qatim tortar qizgina degan satr qolgan ekanda. Shu qatim tortar qizgina meni esimda qolgan, qatim tortar qizgina deb muhtaramani qidirganman. Shu bilan ertalab poyezd yoqdan kelardi. Muhtarama kelib turdi-da. Bevosita ijodiy yo'lga kirishimga O'zbekiston xalq shoiri Zulfiya xonim sababchi bo'lganlar. Ungacha men o'sha Marg'ilonda institutni bitirganimdan keyin pedagogika bilim yurtida o'qituvchilik qildim. O'qituvchilik ham demak juda mas'uliyatli nima. Yana darslarim ko'p edi juda. 2 stavka darsim bo'lardi. Kun bo'yi dars berardim-da. Xayolim doim ijodda edi-da. Adabiy muhitga kirgim kelaverardi. Ishlab yurardim-u Marg'ilon haqiqati gazetasiga. Men Marg'ilonga kelib qoldim. Marg'ilon kichkinagina shahar endi. Men ishlaydigan joy bilan mani Marg'ilon haqiqati gazetasining orasi ozginagina 1 kilometr chekelardi-da. Ulardan iltimos qilardim, meni ishga olinglar. Menda jurnalist degan nima yo'q-ku, hujjat yo'q-ku. Shuning uchun xuddi haligi nima deydi, haqi yo'q odamdek, mayli korrektor qilib olsalaring ham, mashinska qilib olsalaring ham mayli derdim. O'ylardimki, kirib olsam, keyin u yog'iga yo'limni topib ketaman derdim. Marg'ilonda 3 ta yon atrofdagi nimalarda, tumanlarda gazetalari bosiladigan bitta nashriyot bor edi. O'sha nashriyotda atrofida o'sha gazetalarda redaksiyalari ham bor edi-da. Ularga ham kirardim. Mana Toshloq tumanining gazetasi redaksiyalari Marg'ilon deydi. Shularga ham kirib yalinardim. Meni ishga olinglar. Korrektor qilib bo'lsa ham olaveringlar derdim-da. Bo'lib qolsa ish bo'lsa chaqiramiz. Rahmatli Yo'ldosh Sulaymon o'sha paytda adabiyot bo'limi dedilar. Vaqt joy bo'lsa olamiz. Shu bilanchi Marg'ilonda ham 4 yil ishlab qo'ydim o'sha ped bilim yurtida-da. Lekin 4 yil Toshkentga bir kunga kelib ketardim. Bir kunda bilasizmi, haligi odam chanqog'ini bitta nimadan suv ichib nima qilgandek bir kunga ishxonamdan javob so'rardim-da. Ertagalikka javob so'rasam, bugun kechasi poyezd bo'lardi. Redaksiyalarga kelardim. Unaqa redaksiyalarga kirib yuradigan ham, meni taniydigan ham yo'q. Men o'zimni ham unga bir haligi jur'atim yo'q-da.
redaksiyalarda eshigini tagida atga batga borib ko'rib, birorta odam shoir yozuvchini ko'rib qolsa ham man bir dunyo topgandek bo'lib, yana kechqurungi poyezdda ilhomga to'lib hali yo'l-yo'lakay she'r yozib ketardim. Ertasiga ertalab yana darsga kiraverardimda. Men endi 76-yilda Saodat jurnaliga she'rlar olib keldim. Bir dasta. Zulfiya opani o'shanda birinchi marta ko'rganman. Kirdikda 3 ta qiz kirdik. Bunday tursa, "Ha, she'r olib keldingizmi?" dedilar Zulfiya opam. "Ha" dedim. Keyin qo'ying dedilar. "Men ko'raman" dedilar-da. Qo'yib chiqib ketasan, bunday qarab, "Habila, ni ham yozmas ekansiz, adresni yozmaysizmi? Men sizni qayerdan topaman" dedilar. Keyin haligini yozdimda, qaltirab, oyog'im titrab, yiqilmay chiqib ketganimga xursand bo'lib chiqib ketdim. Keyin ma'lum bo'ldiki, o'sha kuni jurnalni topshirishibdi, vaqtlari bo'lmabdi ko'rgani. Kechqurun deydilar, uyga olib ketdim deydilar haligini meni. Siz tashlab ketgan halinglarni qo'lyozmani olib ketdim-da, keyin uyga olib borib tikka turib o'qidim deydilar. Oyog'imni ham yechmasdan, u kishi doim baland poshnada yurardilar. Oyog'imni ham yechmasdan shunday tikka turib deydilar, tokchada qo'yib bitta she'ringizni o'qidim deydilar, ikkinchisini o'qidim, uchinchisini hammasini o'qib chiqdim deydilar. Bu qizni xursand qilib jo'natish kerak ekan-ku deb o'yladim-da, keyin o'sha kuni ham o'tirib sizga xat yozib, keyin ertasiga ertalab kelib she'rlarni o'zlari tanlab kelganlar. Mana uni nima qilinglar? Nomerga tayyorlanglar deganlar. Mana u xatni jo'natib boringlar. Nimaga? Shu qizga. Men endi adresni yozgan edim, lekin menga xat yozgan odam nimaga yozgan? Farg'ona viloyat yozuvchilar uyushmasiga yozgan. Men o'sha xatni olmaganman, lekin juda ham nima qilaman, menga berishmagan. Kimga borgan boshqa, mayli, bu ham endi nasib. Xullasi, u xatdan bexabarman. Yana 2 oy o'tgandan keyin men Toshkentga kelyapman. Kelsam, juda boshqacha kutib olishdi. Men keluvdim, Marg'ilondan keluvdim desam, Nodir Normatov telefonda oldilarda, Xudo rahmat qilsin, hozir tushaman dedilar. Pastga tushdilar. Haligi pasportim yo'q ekanmi, yo bu narsa yetishmadimi? O'tirgan odam o'ris xotin kirgizmayman deydi ichkariga. Nodir aka aytiblar, bu o'rischalab gaplar. Bu kelajakdagi bir mashhur shoira bo'lsa-chi, unaqa deyapti. Yo'q deydi. Menga farqi yo'q, hujjat bo'lish kerak. Oxiri Zulfiya opam kimdir ichkaridan telefon qilib kirgizishdi. Ichkariga kirsam ham hamma boshqacha kutib olgan. Haligi xatni yozgan odam menga aytdilar, "Xatni oldingizmi?" deyishdi. "Yo'q, men olmadim" dedim. "Uyga bormadi" dedim. Desam, o'zi tushundi demak, uyga bormay xatga jo'nagan. "Iltimos, shuni xatni oluvdim deng" dedi Zulfiya opaga deyishdi. "Xo'p" dedim. Keyin shu Zulfiya opani oldilariga olib kirishdi. Bunday qaradilar-da o'shanda. Zulfiya opa o'shanda birinchi gaplari bunday qaradilar. "Ha, qatim tortar qizgina" dedilar-da. Zulfiya opa o'zlariga yoqqan satrlarni shunday yodlab olardilar-da. Keyin o'sha yana bitta she'rim bor. U ham o'sha turkumda edi. Sevgi degan she'rim bor edi. "Ko'ngil uchun, armon uchun, bezak uchun sevmadim. Yo shunchaki tanholikda ermak uchun sevmadim. Qay kun senga sho'x nazarim tushdi. Yo'qdir xabarim, shoirona 18 yosh yurak uchun sevmadim. Do'st yorsiz umrim yarim, shodliklarim besamar. Deb bu yo'lda kimdir birov kerak uchun sevmadim. Dunyo ishqi kitoblarini o'qib chiqdim, qanchasin undan ibrat olib, yoki o'rnak uchun sevmadim. Qalbda quyosh bo'lib balqding, o'zga tashbih na hojat, quyoshimsan, boshqalarga bermak uchun sevmadim. Mana shu she'r bor edi. Keyin yana haligi gaplashib o'tirgan. Nima uchun sevmadim? Nima uchun sevmadim deb. Bilasizmi Zulfiya opa, odam o'zini bolasini yaxshi ishidan, o'zini bolasiga shunaqa quvonishi mumkin-da. Zulfiya opa o'zlaridan ham ko'ra bir ko'proq quvonardilar. Xullasi shu bilan keldim. Keyingi safar Zulfiya opani oldilariga kirdim. Kirib o'tirganimizda aytdilarki, "Menga nima gapingiz bor" dedilar. Shu yerda. Qarang-da. Uzoq gaplashmadik. Shu adabiy muhitda ishlagim keladi dedim. Hisobga olaman dedilar. Shu bilan ketdim. Bu endi haligi bo'lsa, hech qancha vaqt o'tmadi. 76-yilda bir kuzlari bo'lsa, 77-yilda 12-fevral kuni esimda bor. Erkin aka telefon qilganlar-da. "Muhtarama Zulfiya opa chaqiryaptilar sizni.
keling hamma narsangizni ko'tarib keling dedilarda. Onam aytdilarki, onam ham dadamga o'xshagan juda tushungan odam edilarda. Bo'lmasam onam nima deydi, bozorga borsalar ham, savdo sotiq hali nima qilsalar ham umuman erkak kishi bilan gaplashmaydigan, doim yopiq yuradigan, doim ayollarning ichida yuradigan odam haligida. Lekin qanaqadir o'sha dadamni bular o'qisin deganini onamga shior bo'ldi. Mani o'qitdilar dadamdan keyin. Haligi opam, dadam o'lib qolganlarida Toshkentda nimada to'qimachilik institutini oxirgi kursini qoldirib ketganlaricha qaytib o'qimagandilar. Opamni aytdilar, sani iching achishmasa, mani jonim achishadi sani shuncha mehnatingga. Lekin o'sha paytdachi boraverganda haligi bitirib ket, o'qish vaqti bo'ldi, haligi bo'ldi deb opamga xat boraverardi-da, diplomingni zashta qilib ket deb. Shu bilan ikkita bolani biz Marg'ilonda boqib o'tirganmizda, opam kelib zashta qilganlar. Onam o'sha opamning kichkina qizini olib kelib samolyotda kelib 70 dan o'tgan onam, 70-75 dagi onam diplom zashta kelganlarda o'sha nimada. Shu onam aytganlarda, bo'lmasam asli o'zlari yoshlari Zulfiya opamdan katta bo'lgan. Zulfiya opani hamma hurmat qilib Zulfiya opa derdi-da. Keyin uyga borib aytdim, mana shunaqa deb telefon bo'lyapti, Zulfiya opa chaqiryaptilar ekan desam, onam aytdilarki, Zulfiya opa chaqirayotgan bo'lsalar, biz yo'q deya olmaymiz dedilar. Biz u kishini gaplarini qaytara olmaymiz dedilar. Zulfiya opani qay darajada xalqimizga, odamlarga obro'yi, hurmati qanaqaligini bildiradi. Bo'lmasam onam she'r o'qib yurgan odam emasdilar. Onam faqat Qur'on o'qirdilar xolos o'sha nimada-da. O'zlari bilgan Fuzulilarning she'rlarini bitta ashula qilib haligi xirgoyi qilardilar. Xullasi Allohning mehribonchiligiki, mani o'sha paytda 1 million tirajda chiqadigan jurnalga, ishonasizmi? O'sha paytda Saodat jurnali million tirajda chiqardi men Saodat jurnaliga kelganimda. Butun O'rta Osiyo olardi, Rossiyaga ham ketardi, obunachilar bo'lardi o'sha paytda. Bitta bo'limni boshlig'i qilib ishga olganlar. Va keyin ham men endi agar mabodo unisi bunisidan bo'ladi, endi men o'shalar ichida eng yoshi men edim. Yurish-turishim ham endi xuddi hali daladan olib kelib qo'yib yuborilgandek gapda endi. Odatim bor edi. Doim xirgoyi qilib ashula aytib yuradigan odatim bo'lardi. Klassik ashulalarni juda yaxshi ko'rganim uchun aytib yurganimga ba'zilar shuni ham gapirar ekan, ana u qiz ming'illab ashula aytadi. Shuni ham bir kuni Erkin aka aytganlar, "Muhtarama, nimaga siz ming'illab ashula aytib yurasiz? Yomonmi Erkin aka? Bo'lmaydimi aytib?" deganman-da, nima qilibda. Shunga o'xshagan bir sal undan gap chiqib qolsa yoki yig'ilishlarda ham sal meni tomonimga biror bir noto'g'ri shabada yurib qolsa ham Zulfiya opa aytardilarki, biz Muhtaramaga mehnatimiz singani yo'q. Muhtarama bizga tayyor keldi derdilar-da. Qarangda, men jurnalist emasman. Endi xatlar bo'limini boshlig'i qilishdi. Bir qoplab xat kelardi. O'shalarni hammasini ochib, ko'rib, saralab bo'limlarga boshqa qilib, daftardan albatta ro'yxatdan o'tkazib, bir-biriga o'xshashlarini haligi nima qilib, hammasiga bir xil xatni pechat qilib jo'natib, javobsiz xatni o'zi bo'lmas edi. Hammasi javob bo'lardi. Ozgina ishlaganimdan keyin shu Erkin aka boshqa ishga o'tadigan bo'ldilar-da. Keyin Erkin akani o'nlariga mas'ul kotib qo'yishgan. Mana Zulfiya opani haqiqiy ijod yo'liga o'tishimga, she'riy kitoblarimni tayyorlab, jurnalist sifatida doimiy haligi jurnalda, gazeta jurnallarda maqolam bilan qatnashib turishimga o'z-o'zidan mana shu Saodat jurnali menga katta maydon, makon, mas'uliyat bo'ldi. U kishini eng katta fazilati o'zlarini o'ylamas edilar. Atrofdagi bizni o'sha O'zbekistondagi shoira qizlarni qidirib topardilar. Misol uchun Muhtaramagacha Oydin Hojiyevani olib kelganlar. Oydin Hojiyev ishlardi. Buxorodan olib kelganlar. Keyin Ra'no Rahmonberdi qizini Qoraqalpog'istondan olib keldilar. Dilbar Saidovani Samarqanddan olib keldilar. Muhtaramagacha San'at Mahmudova. Umuman respublikamizdan shoira talantli qizlarni o'sha yurtlardan olib kelganlar. Misol uchun bir kuni men opani chaqirib qoldilar. Kirsam
telefon bo'lib qoldi. Menga o'tiring ishorasini qildirdi. Telefonda gapiryaptilar. Kim bilan? Sekretari Oqil Umurzoqovich bilan gapiryaptilarda Oqil Umurzoqovich, mani shoira qizlarim qandaydir yotoqxonalarda yotmaydi deganlarini eshitganmanda, endi opa muhtaramaga joy so'raganlar. Endi u yerda haligi joy berish uchun, kvartira berish uchun, misol uchun u oilali bo'lishi kerak endi. Muhtarama hali yosh qiz, turmush qurmagan, boshqa qilmagan. Shuning uchun biz hozir qizingizni nimaga joylab turamiz, yotoqxonaga deganda, o'shanda opani bir jahd bilan aytganlar. Mani shoira qizlarim yotoqxonalarda yotmaydilar degan esimda qolganda. Shu bilan keyin shunday bo'ldiki, o'sha Oqil Umurzoqovich bilan shunaqa gaplashgandan keyin nimadan Xalqlar do'stligidan muhtaramaga bir xonalik uy olib berdilar va muhtarama o'sha uyga borib, ungacha albatta kvartiralarda yashadi, lekin u ham uzoqqa cho'zilmadi. O'shanda yangi uylar qurilyapti. Mana shunaqa bir inson edilar. Birovni haqqidan juda ham qilardilar. Soda jurnalini 50 yillik bo'layotganda shu Toshkentda O'rtoq degan shirinliklar fabrikasi bo'lardi. Shunda direktori ayol kishi katta tort qilib olib kelibdi yubileyga. Keyin haligini endi u sovg'a qilib olib kelgan, ko'rmagan, yangi ko'rganda Zulfiya opa so'raganlar. Qayerdan keldi bu tort deganlar. Keyin aytishgan, haligi xizmatda yurganlar buni shu o'rtoqda direktor olib keldi. Ha deganlar. Necha pul bo'lishini shotini yozib berib ketsin direktor, buxgalteriyaga berib qo'yinglar deganlar. Deganda keyin so'rashgan direktordan-da, endi bu necha pul bo'ladi desa, hali direktor ayol xafa bo'lgan. Men endi shunday bir katta fabrikani, O'zbekistonda bir tanilgan fabrikani haligisi bo'lsam, direktor bo'lsam, Soda jurnali men uchun juda qadrli bo'lsa, Zulfiya opa bilan ham balki u bir qadrdon bo'lishi mumkin. Nahotki bitta shuni ham sovg'a qilishim mumkin bo'lmasa deyishganda, keyin bu gapni yana Zulfiya opaga yetkazishganda, keyin Zulfiya opa u ayolga aytganlarki, "Men deganlar, birinchi o'rinda siz haqingizda o'sha ishlayotgan joyingizdagilar yomon fikrga borishini xohlamayman. Chunki siz o'sha ish joyini xom ashyolari, boshqalardan mahsulotlaridan bu yerga bizga sovg'a olib kelibsiz. Direktor bu yerda narsasini ko'tarib sovg'a qilib ketdi degan gap siz haqingizda bo'lishini xohlamayman. Bir, ikkinchidan biz o'zimiz bunga hech qanaqa ehtiyojimiz yo'q. Hammasi yetarli deb shu bilan nuqta qo'yganlar. Biz komandirovkalarga boradigan bo'lsak ham har doim Zulfiya opa aytardilar, hech kimga og'irliklaring tushmasin. Chunki derdilar, qancha ko'p yursangiz, o'sha haqida ko'p ma'lumot olasiz. Materialingiz yaxshi chiqadi derdilar-da. Yo unga biz o'rganmaganmiz, borganimizda bizni qandaydir kutib olish kerak, boshqa qilish kerak, yo bizga nimadir bir yo'q. Bizga qanchalik yaxshi o'sha material tayyorlab kelsak, o'shanga xursand bo'lardik. Shu ishlab yurganimizda bir marta aytdilar-da, menga dedilar, chopon kerak dedilar, haligi ovra astar, o'sha beqasamga o'xshagan matodan erkaklardagi chopon bo'lsa dedilar. Odam yaqin gaplashayotgan edi, o'rta ovozda gaplashsanku. Men tushundim. Zulfiya opa o'zlarini endi hammamiz boshimizda bo'lgan, Zulfiya opa ham shu keladi. Bir kuni albatta o'sha kuni bittagina o'g'illari Omon akami yoki bo'lmasam opa nima Ulug'bek katta nevaralari shularni nima deydi, shu chopon kiyib turishini xohlayaptilar. Lekin chopon sotilmaydi o'sha paytda, birovga haligi buyuray desalar, o'sha atroflarida endi unaqa haligi chopon do'zlamini nima yo'q. Men endi Marg'ilonga borib kelib turaman. Bo'ldi dedim. Men aytaman onamga dedim, qilib berarlar dedim. Keyin borib aytdim onamga, o'ra astar qilib chopon qilib berdilar onam. Lekin bilasizmi, shu chopon meni uyimda hozir hali ham sondig'imda turadi. Nimaga deng? Chunki men shuni bitkazib olib kelganimdan keyin Zulfiya opaga mana shu bitdi deb berishga gap qo'zg'a olmadim-da, men haligi shu gapni yana yangidan qilmadim-da, aytmadim. O'yladim, o'zi bir vaqt kelib qolar, shunday hali bo'lib qolsa, men shu turibdi bor deb olib kelaman degan xayolda bo'ldim-da. Men Zulfiya opani ijodi haqida emas, Zulfiya opani inson sifatida ko'rsatgim keldi, inson sifatida. Chunki insonni qanaqaligini
uni ijodiga ham, arbobligiga ham, rahbarligiga ham, shaxsligiga ham juda katta, jamiyatga ta'siri katta. Ana shu maqsadda men birinchi o'sha Muhabbat saroyida mangu qolganlar deb yozdimda 2000-yillardagi uni men. U paytda hech qaysimiz kitob chiqara olmayotgan, umuman yozuvchi shoir bilan birovni ishi ham bo'lmagan paytlar yozib qo'ydim, yotdi. Keyin Nihol degan nashriyotni direktori Nurmuhammad bilan bir sabab bilan uchrashib, yaqinlashib qoldik. Nashriyot ishlarini tahrir qilib berganimdan keyin shunga sal menda jur'at qozonida uyg'ondida, Nurmuhammad dedim, men bitta narsa yozib qo'yganman, yotibdi-da dedim. Desam, ko'ray dedilar. Keyin o'qib, haligini bunaqa kitob yotishi mumkin emas deb, juda ham chiroyli kitob qilib bosib chiqardilar. Kichkinagina-yu, shunaqa shirin, shunaqa chiroyli. U kitobni Akmal Saidov o'qidilar-da, menga telefon qilib, juda ham ajoyib kitob bo'libdi deb gapiruvdilar. Keyin men aytdim, men dedim, o'ylanib, ikkilangan o'rinlarim bor dedim. Kimgadir yaxshilik qilgan bo'lsalar, aytaylik, kimgadir aniq qilgan bo'lsalar, shuni aytsangiz ham ba'zida haligi yoqmas edi Zulfiya opaga. Aytar, "Ha, nima qilibdi?" derdilar-da. Imkonim bor ekan, shuni aniq qilibman, shuni aytish shartmi derdilar-da. Masalan, bittasi meni to'yimga mebel olishga yordam beruvdilar deb yozib yuborgan, haligi bir efirda aytganmi? Shunda Zulfiya opa aytganlarki, "Ha, men endi u bittasiga telefon qilgan bo'lsam, shuni bersa bergandir. Endi meni shuni aytish shartmi?" deganlar-da. Endi u paytda Omon aka, Xulkar opa borlarda, ayni Zulfiya opani tarbiyasini olgan. Mana shu narsalarni aytmadim shu gaplarni. Desam, Akmal aka yo'q dedilar, hammasini aytishingiz kerak dedilar. Shundan keyin o'shani kengaytirib, katta qilib, Zulfiya xonimni 100 yillik tavalludlari arafasida Sharq nashriyoti 2-marta to'ldirilgan nashrini chiqardi. U meni Yozuvchilar uyushmasini eng ulug', eng aziz tanlovida o'sha yili 1-o'rinda olgan edi o'sha kitobim. Endi u chiqqandan keyin ham yana ichimda haligida yana bu gap qolib ketdi. Boshqalardan ham kelyapti Zulfiya opani. Lekin yaxshi gaplar eshitdim, rahmatlar eshitdim. Omon aka aytdilarki, o'g'illari, Zulfiya opamning o'g'illari aytdilarki, "Muhtaram siz Zulfiya xonimga yana bitta haykal qo'ydingiz-da" dedilar. Bir jurnalist ukamizni maqolasida chiqib ketib qoldiki, o'sha paytda u Zulfiya opam bilan gaplashganda, maqola tayyorlayman deb Zulfiya opa aytgan ekanlar, mabodo yana gaplashib bo'lishgandan keyin sizga sizni savol tug'ilsa, biror fikr kerak bo'lib qolsa, Muhtaramaga telefon qilavering. Muhtarama biladi nimani, yo menga yetkazadi, yo o'zi shu savolga javob beradi deb Muhtarama meni qalb mahramim degan ekanlar. Bu gaplar endi qanday qilib men haligida yana 3-marta to'ldirdim. Bu mana shu o'sha Muhabbat saroyida qolganlar. Birinchi o'sha nimasi Muhabbat saroyida mangu qolganlar edi. Keyin o'ylab ko'rsam hech narsa dunyoda mangu yo'q. O'shaning uchun u so'zni olib tashladim-da, Muhabbat saroyida mangu qolganlar deb nima qildim? Tepada aytgan Zulfiya opa bilan bog'liq gaplarim va undan tashqari o'sha Hamid Olimjon bilan bog'liq xotiralar, o'sha Saodat jurnalida ishlaganimizda ko'rgan, kechirganlarim, eshitganlarimizni o'zimni qalbimni bir nimasidan o'tkazib yozgan kitobim. 45 yoshimda adabiyot gulshaniga kirib kelishimda qo'limdan yetaklab olib kirgan ustozim Muhtarama Ulug'ova. Ular 2006-yil ayol barkamol avlod murabbiysi Respublika ko'rik tanlovida 1-o'rin olganda ko'zlarida yosh qalqib, meni sahnaga chiqib, "Yurtdoshim g'olib bo'ldi, adolat qilishdi" deb tabriklagan insonman. Mana shu kundan boshlab biz Muhtaram opam bilan bir ilohiy opa-singillik rishtasi bilan bog'landik. Muhtaram opamning oldindan bilganman ijodini, hayotini, chunki ular Marg'ilonlik-ku, lekin ular haqida, ular bilan yuzma-yuz
hech qachon ko'rishmagan edim. O'sha 2006-yil Muhtaram opam bilan uchrashish imkoniyatini o'sha katta respublika tadbiri menga berdi. Har gal Muhtaram opam Marg'ilonga, o'zini yurtiga kelganlarida albatta bir kunga bo'lsa ham Cho'l Gulistonga, Yozyovonga, mana shu go'zal maskanga tashrif buyurib, biznikida bir kecha bo'lsa ham qolardilar va biz tunni tongga ulab she'riyat haqida, adabiyot haqida gaplashardik. Va mana shu qo'limda turgan Shukur qilib yashayman nomli kitobim 2007-yilda nashrdan chiqqan bo'lsa, mana shu kitobni nashrdan chiqishiga Muhtaram opam sabab bo'lganlar. Undan keyin 2010-yilda mana shu Sadoqat nomli hikoyalar va she'rlar to'plami nashrdan chiqdi. Undan keyin Quyoshli yurt haqida doston, ya'ni 2 yildan keyin Quyoshli yurt haqida dostonimni men Muhtaram opamga borganimda fleshkada kompyuterlarga tashlab keldim. Hech qancha o'tmasdan Muhtaram opam ana shu Quyoshli yurt haqida dostonimni muqovasi rangli, bolalarga xos bo'lgan, vatanni butun ta'rifini madh etib beradigan tasvirli rangli rasmlar bilan bir kitob shaklida uyimga olib kelib berdi. Men o'sha paytda kitob chiqarishni bunchalar mashaqqatini bilmaganman. Hozir mana shu sohaga ozmi ko'pmi yaqinlashib borib, o'sha bitta kitob chiqarish uchun qanchalar vaqt ketishini va qanchalar tafakkur, qanchalar kuch sarf bo'lishini men o'zimni hayotimda bildim. Onamlar aytishadi, Muhtarama Ulug'ovani birinchi ko'rganimda yuragim jiz etgan. Ularni ibo hayosi, o'zlarini tutishlari, kamtarliklari, soddaliklari, bir o'zbekona lutflari, ayol kishiga bo'lgan jamiki hislatlar jam bo'lgan ushbu qizni yaxshi ko'rib qoldim. Mening farzandim ham, mening qizim ham xuddi shunday fazilatlarga ega bo'lsa qani deb juda ko'p orzu niyat qilgan ekanlar. Mana ustoz bilan ko'rishdik biz. Ko'rishishimizga sababchi bo'lgan bir inson haqida ham gapirib o'taman. O'sha bir kuni Toshkentga bordik onamlar bilan. Birga Toshkentga ketyapmiz. Onamlar aytishadi, qani Toshkentda Muhtarama Ulug'ovani uchratib qolganimizda edi, seni tanishtirib qo'yar edim deb aytishdi. Qarang, niyatni xolisligini. Bordikda Kamalak nashriyotiga bordik, chunki kitob chiqarmoqchi edim. O'sha bolalar adabiyotidagi Alla ayting onalar kitobini nashrga olib borgandim. O'sha nashriyotning, Kamalak nashriyotining direktorlari o'sha paytda O'ktamxon Xoldarova bilan gaplashdik, suhbat qurdik. Shunda ham onamlar aytishyapti-da, Muhtarama Ulug'ova ham Toshkentda yashaydi, hech ko'rganmisiz deb savol berishyapti. Shunda O'ktamxon Xoldarova aytishdi, voy opajon, Muhtarama Ulug'ova meni ham opamlar-ku shu yerda yashashadi. Mana Hastimomda Mavraun Nahr nashriyotini oldida o'sha Hidoyat jurnalini bosh muharrirlari, istasalaring olib borib sizlarni uchrashtiraman deyishdi. Aytdagi xursandchilikni, aytdagi bir qalbdagi tug'yonni so'z bilan ifodalash juda ham qiyin. Onamlarning hattoki ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Va biz ishlarimiz bitgandan so'ng o'sha Hastimomga birgalashib bordik va aytdagi xodimlardan Muhtarama Ulug'ovani so'raganimizda nonushta obedga qilishgani chiqib ketishgan ekan. Telefon qilishdi, shunaqa sizni o'sha vodiydan, Qo'qondan so'rab kelishdi. O'sha ismlari ham Muhtarama ekan deyishgandan keyin ko'p kuttirishmadi ustoz. Juda tez yetib kelishdi va biz birinchi marta ko'rishim, to'g'ri rasmlarda, televideniya orqali ko'p ko'rgan bo'lsam ham hayotda birinchi marta ko'rishim edi va bizni boshqacha bir bag'riga bosib, boshqacha bir samimiyat bilan, boshqacha bir mehr bilan, iliqlik bilan kutib olishib, shunday quchoqlab ko'rishdiki, to'g'risi ko'ngil yayradi-da. Diydor shirin deganlaridek, ustozni diydorlariga o'shanda birinchi marta to'ydik, uchrashdik, suhbatlashdik, birga ham suhbat bo'ldik, bir piyola choy ichdik. Biz juda xursand bo'ldik, ustoz xursand bo'lishdi. O'tgan yildan boshidan boshlab hozirgacha juda ko'p maqolam chiqdi. Hurriyatda, Xalq so'zida ham chiqdi. Iloji boricha men bir narsani, o'zim mana shu ichimda og'riq bo'lgan narsani aytishga va o'shani qanaqa qilsak tuzalarkan deb
fikrlashga va birgalashib fikrlashga chaqirishga harakat qilaman. Kechagina bolani begonasi bormi degan maqolani yozib tugatdim. Buni yozishimga mana shu keyingi paytlardagi bolalarga munosabatlar, ayrim bog'cha opalarida munosabati, maktabda ayrim o'qituvchilarda nimasi, mayli, man endi tarbiya talabchanlik bilan bo'ladi. Har xil bola bor. Qay birimiz bolani taltaytirib yuborganmiz, qay birimiz biqiq qilib qo'yganmiz o'zini. O'shani haligi yo'lga solguncha qaysi bir o'qituvchi yo tarbiyachi qattiqroq gapirar. Qattiqroq gapirishni ham agarda yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, faqat qattiq gap bilan emas, bolani yaxshi ko'p gap bilan ham yo'lga solish mumkin. Bola-ku u sizga birpasda orqangizdan ergashadi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda chiqib ketdi. Bir bog'cha opa o'zini tarbiyalanuvchisini mashinasida olib kelib, olib kelgandan keyin quyoshga o'sha mashinani ichida qoldirib bola 1 soatdan ortiq quyoshda qolib ketgandan keyin haligi bola vafot etdi. O'tgan yili bir nima bo'ldiki, bir bola 14 yashar o'smir. Xonadonda bobosi bor ekan, onasi bor ekan, kasalmand. Bobo o'z-o'zidan qari, ona kasalmand, o'sha kasalmand bo'lgani uchun ham eri undan ajrashib ketgan ekan. Bu ayolni bitta tikilib turgani va shu haligi ko'zini quyoshi qanaqa bo'lsa, bu uyni quyoshi hali bobo uchun, haligi ona uchun shu 14 yasharli bola. Bu bola maktabdan keyin etik dozgami borib, hunar ham o'rganar ekan. Haligi joyga borgan, endi kim biladi, qorni ochganmi, mazasi bo'lmaganmi, bu yerdan chiqib magazinga kirganman, o'zimizni vodiyda bo'lgan ish. Aytishga ham uyalasan odam, aytishga ham mana ijtimoiy tarmoqda ochsang kun ora palonchi palon $1000 mashinasiga bitta haligi raqam sotib oldi, yoki uy sotayotganlar haligi bozoriga kirsangiz, o'sha onlayn bozorga kirsangiz, shunaqa uylarda, shunaqa narxda uylar borligiga aqlingiz yetmaydi. Mana shunaqa nimamiz haligi mamlakatda yashayapmiz, shunga imkon bor joyda yashayapmiz-da. Haligi 14 yashar bola kirib, endi puli bo'lmaganmi, qorni ochmi, 17,000 so'mlik narsani olib ko'rsatmay chiqib ketayotgan bo'lgan. Uni ichida qurt bo'lgan, bir ikkita konfet bo'lgandir haligi nimani ichida. Darrov Melisani chaqirishgan, Melisa olib ketgan, onasiga ham aytishmagan, bir kun uyiga bormagan, u ona nima bo'lsa bo'lgan, ertasiga borib aytishgan, men nimada deb, sani nima ichki ishlarda deb, ona borgan, ko'rsatishmagan, boshqa qilgan. 2 kunga yetar yetmas, 2 kundan keyin bolani o'ligini olib chiqib berishyapti. Endi bilmayman, bu yerdachi bola qo'rqqanidan yuragi yorilganmi, kaltay yeganmi, u undoq deydi, bu bundoq deydi, nima deb haligi hujjatlarni to'ldirishgan bilmayman, lekin hayron bo'laman-da, shu o'sha magazindagi odamlarni qanday qilib buni tutib bergani, Melisa qanaqa qilib olib ketgani, lekin o'sha odamlar agar o'zini farzandi 17,000 so'mlik emas, 17 million, 17 so'mlik dollarlik bir narsani o'marib qo'ysin, yo bu unaqa emas edi deydi, bu unaqa qilmaydi, adashgandir, boshqadir, kimdir aytayotgandir deb jonini, molini tanish bilish hammasini o'rtaga qo'yishadi. Ana ko'rinib turibdi dalili. Mayli, qonuniy jazo bo'lsin demaydi. Mayli, men ularni ham tushunaman, ularni ham oqlayman, mayli ota-ona nima bo'lsa ham ota-ona ish qilib turadi hali qilib. Lekin shuni bolasini albatta biz haligi nima deydi, yolg'izlatib qo'yishimiz, shuni tushunmasligimiz, shuni o'g'ri deb, shuni bir kazzob deb, haligi ozgina aybi uchun shunchalik jazolashimiz, demak biz o'shani o'zimizni bolamiz deb bilmaymiz-da, u begona-da. Bu uyat, hammamizga uyat. Kim qilgan bo'lishi mumkin avlodlarimizdan? Bizi yoshligimizda ham masalan shunaqa voqealarni eshitmaganmiz hech qachon. Yo qo'shni, qarindosh palonchini bolasini palonchiga berib yuboribdi, yo ko'rib o'tib ketibdi shu nimani, aybini, yoki bo'lmasam birov urayotgan ekan, ani battar bo'ldi, o'tib ketibdi, yo palonchiga tutib berib. Eshitmaganmiz bunaqalarni.
man esimni tanigan yoki bo'lmasa yoshlik, hatto mana shu 50-60 yoshimdagi davrdan ham ko'ra kamida bir 10 marta ko'proq to'kinchilik bo'ldi desam, man isbotlab beraman. Biz o'sha qizlar bilan do'ppitga o'tirganimizda qarang, ertalab bitta non choyda shakar bo'larmidi, bo'lmasmidi bilmayman. Bo'lmasa nonni o'zini choy bilan ichib chiqib ketardik. O'sha abidda pomidorga shakar olib deydi vodiyda, non bilan tushlik qilardik. Juda agarda u bizni haligi nima deydi, imkoniyatli oila bo'ladigan bo'lsa, haligi nimani pomidor bilan piyoz yog'da qovurib olinardi. Bu endi juda katta bir haligi bo'lardi-da, shirin ovqat bo'lardi. Esimda bor, o'zimizda ham, qo'shnilarda ham agar shakar bo'lsa, shakarni tepadagi toshchaga olib qo'yishgani esimda. Har safar ham shakar bilan choy ichilmas edi. Yoki bo'lmasam, onamning bitta atlas ko'ylaklari bor edi. Haligini to'y bo'lsa kiyib borardilar-da. U ko'p to'ylarga ham boravermasdilar. Ko'proq shu taxlolovchi ko'rardim. Qachon kiyarkinlar deb ko'rgim kelardi onamni shuni kiyganlarini. Endi hozir 80-90 ga kirganlar ham Allohga beadad shukr, yangi material chiqsa, albatta kiyishimiz kerak. Dunyodagi voqealarni kuzatib, o'zimizni uyimizda, o'zimizni hayotimizda bo'layotgan isrofgarchilikdan qo'rqib ketaman. Ulamolar aytishadi-ku, oziga shukr qilsang, ko'pini beradi. Biz ko'piga shukr qilmayapmiz. Endi Alloh o'zi rahmi kelsin bizga deyman-da, qilib. Bilasizmi, meni keyingi paytda ichimda bir narsa turib qoldiki, vaqt shunaqa meni ichimni jiz qildiradigan bo'ldiki, bobolarimiz ko'rib o'tgan o'sha qatag'on davrlari, hech narsa yo'q, pulingga ham bir narsa sotib olishing mumkin bo'lmagan paytlarda nonni ushoqlarini ham qadri qay darajada bo'lsa, biz mana hozir gaplashib o'tiribmiz, shu vaqtlarda qadri ham shunaqa. Chunki bu vaqt ketyapti, yo'qolyapti-da. O'shaning uchun qahatchilik davrida ushoqni qadriga qanaqa yetishimiz kerak bo'lsa, hozir hammamiz to'qinchi mana vaqt ma'nosida mana shunaqa haligi ichimizda bir qizg'anchiqlik bo'lishi kerak, vaqtdan iloji boricha bir foydalanib qolishga. Yangi O'zbekiston gazetasida maqolam chiqdi, ko'pchilik orasida muhokama bo'ldi. Shu asosda bir televideniyada ko'rsatuv ham qilindi. Nomuhimda oqayotgan muhimlar degan sarlavhada ijtimoiy tarmoqlarda bunday qarasangiz, ularda haligi 40-45 minut atrofidagi videolar ko'payib ketgan. Aslida men ko'rmasdim ularni. Ko'rishga haligi vaqtim ham, undan muhimroqlarini ko'rishga ham ba'zida vaqting yo'qda. Lekin haligilar sarlavhasi meni nima qilib qoldi-da, ketma-ket chiqaveradi. 5 kunlik kelin, 20 kunlik kelin, qaynotasi bilan tutib olingan kelin. Uzr so'rayman men. Shu narsani his qilish uchun, hammamiz his qilishimiz uchun aytayapman-da endi men shuni. Yoki bo'lmasam sevgilim akamga kelin bo'ldi, akamni anonisi menga xotin bo'ldi. Nima ekan bu dedimda, haligilarni ozgina ko'rishga boshlagan edim. Hammasini ichida bilasizmi, qanaqadir bizni o'zbeklarda, bizni xalqimizga fe'li atvori, tarbiyasi chiroyli bo'lgan qaynonani-yu kelinlarga bir nima deydi, haqoratdek u yerda o'sha gapirilayotgan gaplar o'zlaricha bitta bir muammo qilishadi-da, masalan, kelin yolg'onchi yoki kelin hech ishni bilmaydi. Voqealar endi yolg'on aralash, u yerda na bir haligi redaktorskiy ish bor, na bir haligi tasvirchini oldiga qo'yiladigan bir talablar bor, yo rejissura bor, hech narsa yo'qda. Mana shuni atrofida bitta xonadonda, bitta joyda o'tirib, bitta stolda atrofida o'tirib, tinmasdan ashi bema'ni, beta'sir gaplarni gapirib, eng oxirida xuddi haligi bir bor ekan, bir yo'q ekan, ertakda nimasiga o'xshaydi-da, birdaniga haligi qahramon yaxshi bo'lib qoladi, bir-birini tushunib qoladi boshqa. Lekin o'rtada butun bir bizni ma'naviyatimizga, bizni odatlarimizga mag'zava quyib bo'linadi, uzr so'rayman. Nimasi alam qiladi? Endi u yoqda oxiriga olib borib, ming haligi buni nima yamaganing bilan
kim ishonadi hayotda birdaniga birov o'zgarib qolishiga? Va o'sha 40 daqiqa davomida san u yerda haligi targ'ib qilgan odob, axloqqa butunlay zid bo'lgan nimani kimdir olib qolmadi deb kim kafolat beradi? Uni ko'rib tur. Keyin yana bir qiziq men haligi ma'lumotga duch keldim. Shularni ko'rganimdan keyin qiziqdim. Bolalar tarbiyasi, qizlar tarbiyasi bilan bog'liq ajoyib bir haligi ijtimoiy tarmoqda suhbatlar, podkastlar ham bor-ku endi haligilar nima qil. Ana shularda ham ko'radiganlar bor-ku deb unga kirdim. Birinchidan ular juda ham ko'pmas ekan haligi nimada. Hozirgi video filmlarga o'xshagan ko'pmas. Lekin izlasangiz topasiz. Masalan, haligi o'smir yoshdagi bolalarda bo'ladigan muammolar yoki bo'lmasam aytaylik bolalardagi psixologik kelishmovchilik, psixologik muammolarni qanday qilib yechib borish mumkin yoki bo'lmasam qizlar yoki o'g'il bolalar falon yoshdagi o'g'il bolalarda uchrashi mumkin bo'lgan hammasi shu. Men asosan o'smirlikkacha bo'lgan davrda so'radimda chiqarib berdi. Bola tarbiyasi bilan bog'liq material, endi biz jurnalistmiz, hamma narsani material deymiz yoki bo'lmasam suhbatlar 3-4 yil oldin chiqqan bo'lishi mumkin, 1 yil oldin chiqqan bo'lishi mumkin. Shu muddat ichida haligilarning ichida 600 kishi, boring 1000 kishi, 1500 kishi ko'rgan bo'lishi mumkin. Lekin ana video filmlar kecha chiqsa, bugun haligi nimalarni raqamlardan o'zib ketyapti. Kun sayin million, 1,5 million, 2,5 million, 3,5 millionlab tomoshabin ko'rgan ana o'shanaqa bema'ni video filmlar bor. U tomondan ham, bu tomondan ham qaysi tomondan aylanib kelsang, bizni tarbiyamizga ham, moddiy hayotimizga ham, ma'naviy hayotimizga ham zarbata kesib tashlayapti foydali tomonlarni. Rejissyorlar o'sha o'zimiz tanigan ba'zi shoirlar, yozuvchilar, hatto haligi xususiy telekanallar bor-ku. Ana o'shalarda ko'rsatilib keyin tarmoqqa qo'yilayotganlar bor. Qarangda, ham ma'naviy jihatdan nima bo'lyapti, ham shu o'zingiz tasavvur qilib ko'ring, ming million ayolni, erkakni hozir yo'llarda ketayotsangiz, jamoat transportlarida ham yoshlar, ayollar ko'rib ketadi-da haligi kinolarda. Ularni vaqtchi, hammasini vaqtini qo'shsak qancha vaqt bo'ladi? Shu vaqt ichida shu odamlar qancha bir foydali ish qilishi mumkin edi? Qanchalik bolasi bilan gaplashish mumkin edi? Yoki bo'lmasam nimadir bir haligi tikishi mumkindir, tozalashi mumkindir yoki bo'lmasam kimdandir xabar olishi mumkindir, o'qishi, kitob o'qishi mumkindir. 2 oycha oldin shunaqa bir ma'lumot berildiki, butun dunyo bo'yicha eng kitobxon davlat qaysi va eng haligi past kim? Biz o'ylagandan ko'ra boshqacharoq bo'lib chiqdi. Masalan, keyingi paytlarda men eshitgan edim, nimani Xitoy juda ham rivojlangan, Xitoyni hozir Hindiston qulab boryapti. Hindiston o'tib ketishi mumkin deb ba'zi shu siyosiy sharhlovchilar aytishadi-da. Men hayron bo'lardim, chunki eshitganim bo'yicha Hindiston juda bir haligi nima deydi, orqada qolgan, lekin haligi ma'lumotlarni o'qiganimda ma'lum bo'ldiki, kitobxonlik bo'yicha Hindiston 1-o'rinda turar ekan. Demak, undagi rivojlanish, demak, uni tez kunda bundan ham ko'ra yuksalishiga poydevor qo'yilyapti ekanda. O'shaning uchun eng haligi nima IT texnologiyalar bo'yicha, zamonaviy nimalar bo'yicha eng mutaxassislar o'sha yerdan chiqayotganini sababi shunday ekan. Haligi ro'yxatda keladi. Hindiston 1-o'rinda, keyin aytaylik Xitoy yoki bo'lmasam AQSh boshqa bo'lib keladida. Qayergadir kelgandan keyin biz O'zbekiston haqidagi ma'lumot bilasizmi? Qancha kitob o'qir ekan? Kitobxonlari O'zbekistonda aholisini 1%dan 0,7sini tashkil qilar ekan. 1%dan yarmidan sal ko'proq ekan. 10ga bo'lib tashlasangiz 1%ni o'shandan 0,7si biz kitob o'qir ekanmiz
qolgan o'qimas ekan. Biz kichkinaligimizda kitob bo'lsa edi derdikda, endi kitobga tashna edik. Maktabdagi kutubxonalarda hamma kitobini o'qib chiqardik. Hattoki esimda bor, haligi mani opam mendan endi 8 yosh kattalar Muhabbat fojiasi degan bir kitobni o'qib, bekitib o'qiyaptilarda. Haligini bekitib ko'rsatmasdan o'g'irlab o'qiganim ham esimda-da. Opam ko'rib qolib, achchiqlari kelib olib qo'yganlar qo'limga. Choli qushini bizga berishmasdi o'sha haligi bir 4-5-sinflarda o'qiganimizda kitobga topolmasdik. Endi qarang-da, hozirchi davlatimiz siyosati bilan shu kitob qanchalik millat uchun, xalq uchun, ertangi kunimiz uchun bolalarimizni dunyoda bir yelkasini, qalbini, qaddini ko'tarib yurish uchun kitob o'qishi birinchi o'rinda muhimligi uchun hozir bunga juda katta ahamiyat berilyapti. Kimlardir o'sha haligi bolasini o'qi deyapti. Xudoga shukr, mayli o'sha mukofot uchun o'qi deyotgan bo'lsa ham rahmat o'shalarga. Chunki o'sha o'qish jarayonida bola kitobga bog'lanib, o'sha bilan bir umr bog'lanib qolsa yaxshi. Lekin ota-onalarda, kattalarda kitobga bog'lanishimiz qiyin bo'lyapti. Yana o'sha Saida Zununovani gaplarini yana qaytaraman. Romanlar, azizlar, aql o'rgatmang, aql o'rgatsangiz keladi g'ashim. Siz faqat qalbimga o'rgating deyman. Ishq izhor etganday sehrli mayin. Gapiring, tunlari bedor tinglayman. Ko'zimga ko'z tikib o'rgatmang lekin deydilar. U otaning ko'ziga qarab olib bolaga o'qi degan bilan o'zi o'qimasa ota-ona. Bola ham endi otam, onam telefonda ko'ryapti. Qiziq deydi-da, endi bolalar nima? Xohlasa, xohlamasa bizga ergashadi-da, endi kattalarga ergashadi. O'sha telefondagi narsalarni yaxshi, yomon, to'g'ri, foydali, zararliligini ular tushungancha dunyo necha marta aylanib keladi. Biz tushunib turibmizmi? Demak, o'zimizga tiyishimiz kerak-da, bolalarni ham o'shani o'zida tiyishga o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Yana bir mavzuni o'ylab turibmanki, bilasizmi, biz zamonaviylik deymiz. Lekin zamonaviylikni me'yoridan ortib ketgani uni ko'p narsalarni kesib tashlaydigan qirralari bo'ladi. Men uni sarlavhasini ham o'ylab qo'ydim. Me'yordan oshgan zamonaviylikning keskin qirralari. Shu atrofda sarlavha bo'ladi. Ilmda katta muvaffaqiyatga erishganlardan bittasi aytayaptiki, qizimga kichkina kuchuk olib beruvdim deydi. U deydi, katta it bo'ldi deydi. Uni o'zini alohida haligi uyi bor ekan, o'sha yerda turibdi deydi, o'sha it bilan deydi. Turmushga chiqmoqchi ham emas deydi, hech nima deydi. Mana zamonaviylikda ham bir me'yori bor-da endi. Yoki bo'lmasam aytamiz, shu haligi mayli qizim o'qisin, men sharoit yaratib beray deb uni piyolasigacha yuvib qo'yganimizdan keyin u endi ertaga u haligi birdaniga ertalab uyg'onib, bugun ertamandan boshlab onamni qo'lidan ishni olay demaydi, uni qotib bo'ldi haligi nimasidaki qilaveradi deydi. Yo'q, bu dangasa bo'lib qoldi-da endi nima qilib. Yoki bo'lmasam o'sha kinolardagi boshqa kiyimlarda nima bo'pti? Men kiymavdim, men havas qiluvdim. Ana kinoda ko'ryapti, ko'chada kiyyapti-yu, men kiysam nima bo'pti? Ana shu bilan aytaylik, me'yordan o'tib ketadiki, Cho'lpon aytmoqchi, sochilgan sochingdek sochilsa siring, anor yuzlaringni kimga tutasan? Kiyim ochiladida, undan keyin uni ichidan sirlarigacha sochila boshlaydi. Mana yaqinda menga bir kitoblar to'plamini yubordilar. U ruhiyati juda go'zal, juda ajoyib, bolalarni tarbiyasi bilan bog'liq. Men u kitob nimani o'qib chiqib aytdimki, biza Hilol jurnaliga yuboring, bolalar sahifasi bor, unda nima qilib beramiz degan gapni aytdim. Keyin Mirzo Kenjabekni nima qildim, muhtaramaga aytdim. Muhtarama u kitoblarini o'sha Mirzo Kenjabekka berdi. Mirzo Kenjabek juda katta baholabdi, men eshitdim va nashriyotga taqdim qildi. Umuman muhtarama to'xtayotgani yo'q ijoddan. Bosh sababchisi Alloh, qolaversa sababchi bo'lgan insonlar orasida sababchi bo'lgan Zulfiya opa bo'ladi. O'zimga ruhingdagi zangor rang qonli ko'r ilonni zinhor uyg'otma. Bandasidan iltifot talab ilinj tutma, gunohga botma.
so'nggi imkon barmoqlaringdan silqib ketsa misoli yomg'ir, qalbga suyan ko'zlaringni yum, makr olg'ir, istehzo og'ir. Sahrodagi adashgan giyoh yangliq qolsang yakkayu yolg'iz, zinhor shafqat qatrasini tilab kimsalardan tushmagin ojiz. Alhamdulillahki bu qismat muhabbati eng mehribonning, ruhu joning poklab olmoqqa bo'lmas bundan ortiq imkoning. Ishon qalbing osmonlariga, unda haqdan qutlug' nurlar bor. Og'ir sinov bo'lsa buguning, demak oldda yaxshi kunlar bor.